أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Ahmad ibn Muhammad Abu Ja'far at-Tahawi rahimahullah yazgan Aqidatut Tahawiyya namliq. Bu kitobning İmam Azam Abu Hanifa, İmam Abu Yusuf, İmam Muhammad rahimahullahlarning e'tiqodi bo'yicha İmam Ja'far at-Tahawi rahimahullah deydiki, "Vel mi'raju haqqun." Mi'raj haqdir. Mi'raj haqdir. Mi'raj degan asli araja ya'ruju dan chiqqan mi'raj degan bir shuta degan gap. Ya'ni igizga chiqadigan bir shuta yoki lifit yoki palampay degan ma'nolar bor bu. Ismu ala. Mi'raj degan ismul ala. Endi bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki shu mi'rojiga qo'yilgan ism qo'yilib mi'roj deb. Nima deydi bu yerda? Vel mi'raju haqqun. Shu mi'roj haqdir. Ve kad usriya bin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve hakikaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemni usriya degan sayri qildirildi. Ya'ni Masjidul Aqsodan, Masjidul Haramdan Masjidul Aqsoga sayri qildirildi deb kechida elib berildi. Ve ulija bi shakhsihi fil yaqadati ila sama. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzünün bedeni bilen, mübarek bedeni bilen yaqadahdi uyg'oqligida ila sama osmonga o'rlatildi. O'lja degan gap ustiga ko'tarildi degan, osmonga ko'tarildi, o'rlatildi. Summa ila haythu sha'allohu minal ula. Ondan keyin minal ula degan gap ustun tarafdan Alloh taolo xohlagan yergacha o'rlatildi. Va akramahullohu bima sha. Alloh taolo payg'ambar alayhisolamga o'zi xohlagan narsa bilan ikrom qildi. Va avha ilayhi ma avha. Va payg'ambar alayhisolamga vahiy qilgan narsalarni vahiy qildi. Ma kadabal fuadu ma ra'a. Yürek ko'rgan narsalarini yolg'on ko'rmadi, yolg'on demadi. Sallallohu alayhi ve sellem. Alloh taolo payg'ambar alayhisolamga rahmat avasun va dunyo oxiratda Alloh taolo payg'ambar alayhisolamga dunyo va oxiratda rahmat avasun va salom avasun. Xo'sh, endi bu mi'roj haqida deganda tushundik. Mi'roj vaqaliki Isro vaqaliki bilan birga bo'lgan. Ama Isro vaqaliki Isro deb so'zlagan vaqtimizda mi'roj deb yolg'iz kelsa, Isro mi'rojni birga o'z ichiga oladi. Isro deb yolg'iz kelsa, yine Isro mi'rojni birga o'z ichiga oladi. Ammo ikkisi birga kelganda mi'roj degan Isro deganimiz Payg'ambar alayhisolamning Masjidil Haromdan Masjidil Aqsoga safar qilgan, kechida mangan yo'l yurishini ko'rsatadi. Chunki saryan, sara yasri, saryan degan asra, yusri degan nima? Ya'ni kechida menish. Ya'ni kunduzi menishga sara degan gap kelmaydi. Kunduzi menishga mashiya masalan, jara degandek fe'llar kelsa, kechida menishga sara degan so'z keladi. Bu shu arablardagi arabning sirlaridan biri. Birinchidan kechida menildi. Kechida payg'ambar Alloh taolo Qur'oni Karimda 3 buni so'zladi. Nima deb? Subhanallazi asra bi abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa deb uchuq sur Isro'ni ya'ni oyat nas bilan so'zladi. Undan keyin payg'ambar alayhisalom Isroga ya'ni Baytul Aqsa Masjidil Aqsoga birib Masjidil Aqsodan osmonga o'rladi. Jibril alayhisalom bir buroqni keltirib, shu buroqqa minib Masjidil Aqsodan osmonga o'rladi. Mushu o'rlashni nima ataladi? Mi'raj. İkisindeki ayrım. Eğer yalğız mi'raj deb kelsa, Isro mi'rajni birlikda o'z ichiga oladi. Agar yalğız Isro deb kelsa, Isro mi'rajni ham birlikda o'z ichiga oladi. Agar ikkisi birlikda kelgan vaqtida Isro Masjidil Haromdan Masjidil Aqsoga bo'lgan kecha yurishini, mi'raj bo'lsa Masjidil Aqsodan osmonga bo'lgan safarini ko'zda tutiladi.
Undan keyin musannifniki va ulija bi shakhsihi fil yaqadati ila sama degan qavli, ya'ni payg'ambar alayhisalom o'zining uyg'oqlik holatida osmonga o'ziniki badan bilan chiqdi deyotdi. Endi bu masalada mana bu degandek mau Isroniki vaqaliki shu uch oyat bilan Isroda sabit bo'lgan bo'lsa, Mi'roj vaqaliki oyatdan hamda mufassirlarning bir bo'ligini ko'z qarashibchi bo'lganda oyat bilan sabit bo'lgan deydi. Bir bo'likki. Bir bo'likki deydi yaqin mashhur hadislar bilan sabit bo'lgan deydi. Oyat bilan sabit bo'lgan deganlar shu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki shu Wan Najmi surasidagi oyatlar. Andın ve necmi izâ heva ma dalla sahibukum ve ma gava ve ma yantiqu anil heva in huve illa vahyu yuha allamahu şedidul kuvva zu mirratin festeva diyen yerden tatip şu fekâne kâbe kavseyni ev edena fe evha ila abdihi ma evha diyen yerdeki zamirin hemmesini Allah Teala kaytırıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın ki Miraç kişisi şu Allah Teala'nın şundak bir derece yetti ki ikki o'qiya necha miqdor yetdi degan Allah Teala o'zining bandasiga vahiylarini qildi, 5 vaqt namozini shuncha farz qildi degan bunda tafsir qildilar hamda. Andin bunda tafsir qildilar. Keyin payg'ambar alayhisalom Sidratul Muntahani ko'rdi. İz yaxsha sidrata ma yaxsha degan masala va laqad ra'ahu nazlatan ukhra degan oyatning hammasini nima qaytiruvdi demaydi Allah Teala'ga va shu chiqqan bunda qaytiradigan tafsirchilar var bir bölük. Lekin ko'p sonliq mufassirlar bu yerdagi bu payg'ambar alayhisalom bu yerdagi demoqchi bo'lgani bu yerdagi Mi'roj vaqaligi emas, bu yerda bayon qilingani. Bu bo'lsa payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki Jibril alayhisalomni payg'ambar alayhisalom ya Jibril men sizni o'zingizning aslidagi holatingizni bir ko'rgim bor edi deb shunda dedi. Shunda degandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga Jibril alayhisalom şu o'zining aslida Alloh taolo yaratgan 600 qanoti bor shaklda har bir qanotidan lu'lu, zabarjat, yoqut to'kilib turgan shunda hayvatli shaklda bir ko'rindi. Shunda payg'ambar alayhisalom qarasa ufqni aytgan holatda, ufuq degan gap ya'ni atrofi jahannam nis olgan. Shunda holatda andikin payg'ambar alayhisalom endi bir o'ziniki shu o'ziniki aslidagi holatida ko'rinib payg'ambar alayhisalomga asta yiqilib payg'ambar alayhisalom qo'rqib ketgandan keyin inson surtikilib Rasululloh thumma dana fatadalla فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى degani andiki asta yiqilib tushib osmondan Jibril alayhisalom Rasulullohning yoniga Hirog'arga tushib asta tushib undan keyin Rasulullohning yoniga yaqin bo'lib kelib ondan faavha ila abdihi degandiki faavha Jibril alayhisalom ila abdihi Allohning bandasiga ma avha ya'ni Alloh taolo Jibril alayhisalomga vahiyni qildi. Shuni ikki qilib takror keltirdi. Jibril alayhisalom payg'ambar alayhisalomga ya'ni Allohning bandasi payg'ambar alayhisalomga Alloh taolo Jibril alayhisalomga vahiy qilgan narsani vahiy qildi deb bunda ma'no etadi. Bu intayin kuchli bir ma'noning biri. Endi lekin hozir Abu Ja'far at-Tahawi rahimahullohniki malik yozgan ko'z qarashi bo'yicha aytganda Mi'roj vaqaligiga hammasiga shu oyatni dalil qilib keldi-da. Shuning bilan demak ikkinchi oyat ya'ni Mi'roj Isro Mi'roj ikkinchisi oyat bilan sabit bo'lgan degan gap o'chaqda. Bu chaqda ikkinchisini dalil o'xshash degan gap. Hattoki biz Mi'roj Isroni tush orqali sabit bo'lgan degan taqdirdami nima ru'yal anbiya'i haqqun payg'ambarlarniki tushamiz haq. İbrahim alayhisalom İsmoil alayhisalomni o'ltirishga nima deb buyurildi? Shu deb buyurildi. Shu deb buyurilib, ya bunay inni ara fil manami anni adbahuk. Ey o'g'lim, men seni tushimda seni bo'g'izlab tushyaptiman degan ben shudiki o'g'lini bo'g'izlab tushganiga İsmoil alayhisalomni chiqib bo'g'izliqlar chiqdi. Demak payg'ambarlar qalaymigan tush ko'rmaydi. Payg'ambarlarning tushi vahiy. Payg'ambarlarning tushi ham vahiy. Payg'ambar alayhisalom agar Mi'rojning tushini ko'rdi degan taqdirda ham bu nima? Uniki andaq bir vahiy emas degan gap bo'lmaydi. Lekin u kuchli dalillarning hammasi payg'ambar alayhisalom unda badani bilan endi chiqqanligini shu dalillar bilan so'zlanadi. Undan keyin summa ila haythu sha Allohu min al-ula. Musallimniki andikin Allah haythu sha Allohu min al-ula. Ya'ni üstünki olamdan Alloh taolo xalqqa yergacha bordi degan gap. Bu qissada payg'ambar alayhisalom 1-osmonga, 2-osmon, 3-osmon, 7-osmonga chiqib o'sha osmonlarda Odam alayhisalomni, Yusuf alayhisalomni, Ayso alayhisalomni,
Harun aleyhisselamni, İdris aleyhisselamni, Musa aleyhisselamni, İbrahim aleyhisselam qatarlıq peygamberlerini köyde. Andan her peygamberlerine salam verdi. Üyedin çıkıp Siddetil Muntaha yetti. Siddetil Muntaha'nın küçük kursu yetkili kandı Cibril aleyhisselam. Bunu tipski ben çıkamayım dedi. Onu kim peygamber aleyhisselam Siddetil Muntaha'dan ölüp Allah azze ve celle'nin dergahına çıktı. Allah azze ve celle'nin dergahına çıkıp andın şu ettehiyyatu lillahi ve salavatu diyen bütünle diyalogla şeydi ki ettehiyyatu lillah ve salavatu ve tayyibat diye peygamber aleyhisselam eşhedü Allah Teala kuruşken şu mulakatta peygamber aleyhisselam birinci kıtım ettehiyyatu lillah yani ettehiyyat yani gap kavli ibadetler ettehiyyatu kavli ibadetler bir Allah üçündür. Ve salavatu diyen yani bedeni ibadetler Allah üçündür. Ve tayyibatu diyen mali ibadetler Allah üçündür. De Peygamber aleyhisselam aynı Resulullah Allah Teala aynı selam verdi. Ettehiyyatu lillah ve salavatu ve tayyibatu der. Anda diyen çağda Allah Teala Peygamber aleyhisselamı derhal Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü de cevap verdi. Sana salam olsun ey peygamber. Allah'ın rahmeti, Allah'ın bereketi sana olsun hep Allah Teala cevap verdi. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şu hemen Peygamber Aleyhisselam intayını hoşarlık olan ve ala ibadillahi salihin. Ve ala ibadillahi salihin devaldı Peygamber Aleyhisselam. Yani özlerinin bu salamı, bu mukaddes, bu büyük, bu ulu salamı bütün salih bendiğen bulursa olun deyip Peygamber Aleyhisselam aşı mi'rajdı mı yüzünün ümmetlerini unutkanmadı. Ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diye muşu diyalogda eğitildi. Mana muşu diyalogla bizning 5 vaqt namazımızda hamma namazımızın ahirinde teşebbüt etiş vacip oldu. Şunu olam muşu vacip. Ha qıtım aşı uyquga vaqtimizda aşı teşebbütni aşı Peygamber Aleyhisselam'ın Allah Teala'nınki arasında bo'lgan mush suhbatlar ekanligini davomli qalbimizda. Yani hozirgi holatni aytib hissiyat bilan o'qish kerak teşebbüt degan. Hamda Allah Teala Peygamber Aleyhisselam'a aşağıda 5 vaqt 50 vaqt namazını farz kıldı. Allah Teala Peygamber Aleyhisselam'a şu Miraj'da açık durup 50 vaqt namazını farz kıldı. 50 vaqt namazdan şunu ola Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem intayın hoşhal bo'lgan holda, roziman bo'lgan holda qaytib yana şu raf degan şu narsaga chiqdi. Peygamber Aleyhisselam Siddetil Muntaha'nın yanına tushdi. Uni keyin 6. osmonga tushgan vaqtida Musa Aleyhisselamdan ko'chib qoldi. Endi baga yo'l bo'yicha. Musa Aleyhisselamga ko'chganda Musa Aleyhisselam Peygamber Aleyhisselamdan so'radi. Ey Muhammed, Allah Teala senin Rabbinga Allah Teala senin ummetinga nimani farz qildi deb so'raganda Musa Aleyhisselam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki mening ummetimga 50 vaqt namozni farz qildi dedi. Şunu olan Musa Aleyhisselam dedi ki mening ummetimni Bani İsrailni sinab baqqan ulu mumkin emas sening ummeting taqat keltirolmaydi. Sening ummetingniki umri tahi qisqa ve beden tahi ojiz. Bular hergizmi bir kunda 50 vaqt namoz qodir bo'lolmaydi. Darhol Rabbingning dargohiga qayt. Rabbingdan yangiletib bilishni so'ra, yeniletib bilishni so'ra dedi. Şunun bilan Peygamber Aleyhissalatu vesselam yine Rabb Teala'nın dergahına huzuruna qaytib chiqdi ve Allah Azze ve Celle'nin yangiletib bilishni so'radi. Peygamber şu Allah Teala tarafından şundan nida keldi ki bulaptı senden ben 5'ini koydum dedi. Bir rivayette 10'nu koydum deydi. 10 rekatını koydum deydi. Bir rivayette 5 rekatını koydum deydi. Şuna Peygamber Aleyhisselam yeni düşürdü Musa Aleyhisselam'ın qışığa. Musa Aleyhisselam yeni qaytqandısının ki qamın herkesin ufulanmaydı deydi. Çıkıdı şunda bulap ahiri Allah Azze ve Celle en ahirde deydi ki ey Muhammed ben senin ümmetinge 5 rekat kaldırdım. Perzimni 5 rekat kaldırdım. Lakin senin ümmetin 5 rekat okuydu. 5 vaqt okuydu. 5 vaqt okuydu. Amma mening dargahimda men her bir vaqtga 10 vaqtning savobini bilib 50 vaqt namoz o'qiganning savobini bilaman. Men 50 vaqt deb qabul qilaman. Ma yubaddalul qawlu laday. Meniki huzurimda dargahimda so'z almashmaydi, o'zgarmaydi. Ummating 5 vaqt namoz o'qisa men 50 vaqt o'qidi deb qabul qilaman. Her bir amaliga 10 dan savob beraman. Deb Allah Azze ve Celle şunda dedi Peygamber Aleyhisselam intayın razımanlıktan qaytdı. Yine Musa Aleyhisselam qaytib tushganda Musa Aleyhisselam
Rabbim nimaga bu degan Rabbim 5 rekat qoldirib berdi deganda Musa alayhisalom yo'q. Sen Rabbim qayt men Bani Isroilni sinab boqqan Bani Isroil bunundan az namozimni o'qiolmagan degan. Chunki Bani Isroilga 2 vaqt namoz farz edi. Ular ertalikda bir namoz, kechda bir namoz o'qiydi. Shu 2 vaqt namozini ular tark etganiga o'qiolmaydi. Musa alayhisalom Rabbim qaytgan deganda payg'ambar alayhisalom andin yo'q men rozi deb men qaytmadim deydi. Men Alloh taoloning tushpaganiga rozi edim, qaytmadim shundan tushdim. Deb mana shu namozdan iborat, 5 vaqt namozdan iborat bu ulug' ibodat shu osmonda farz bo'lgan ibodat. Ya'ni islom dinining ikkinchi arkoni bo'lgan bir odam qasddan inkor qilib tark etsa kofirlik qilib tashlaydigan bu namoz, bu muhim namoz nerede farz bo'lgan? Ziminde farz olmayı bunu derecesinin makamının üstünlüğünden osmonda arsh kursinin ustida Allah azze ve celle'nin dergahida nazil bo'lgan. Ma bir mesele. Endi bu yerdagi 3-mesele ma Abu Ja'far Tahaviyniki misaliki biz. Summa ila haythu sha'allohu minal ula degan mashani mubham holatga keltirib qo'ydi. Abu Ja'far Tahaviy mubham holatga keltirib qo'ydi. Unda uchuq nimaga arsh kursini yoniga Rab bilan chiqdi degan gapni keltirmadi. Nimishqa deganda bu hammasi minal mutashabihat. Şu Mi'raj vaqalikinin hammasi ve minel muteşabihat. Yani onunki ma'nilarini biz tushunolmaydigan. Ma'nilarini anda qildi, bunda qildi, uyalmaya keldi, anda narsa, bunda narsa biz xayolimizda tasvirlanmaydigan. Hammaning ilmini Allohga topshiradigan ve amenna kullun min indi robbina deb chin qalbimizdan tilimizni ixro qilib, dilimizni ishonadigan, qandoq edi deb so'ramaydigan masalalardan. Bunun tafsilotini faqat bir Alloh biladi. Çünkü onu biz bu alemdeki kıyaslar hem asmana çıkırken şu mi'raj çıkan kalğanda Allah Teala asmanda diken bu yatken diken ispat kılış için emas şununla Peygamber Aleyhisselam çıkkınlıkta şek şübhesiz işinişke buyurulganımız ve şunun bilen imtihan kılınganımız. Bunun keyfiyatıga, kandaklığa, sübhetiga ergeçmeyimiz. Fakat çin kalbimizin işinimiz. Bana biz için mühim bo'lgan şu. Eğer Müslim'inki İmam Cabir Tahavi'ninki kavlini çıktırdı ki haythu şa'allahu minel ula degan gap Allah Taala xohlagan yergacha ustun tarafdan oliy maqomdan ochiq degandikin endi shaytlarimiz ham mu'minlar mutashabihatdan ekan. Shuning uchun buniki kayfiyati qiymat ekaniga ishoratni ko'rib olamiz. Va akramahullohu bima sha degan gap ya'ni payg'ambar alayhisalom Alloh taolo xohlagan narsalar bilan ikrom qildi, hurmat ikrom qildi. Va auha ilayhi ma auha payg'ambar alayhisalom vahiy qilgan diniy vahiylarini namozdan ibodat farz qilgan namozlarini ve aşı biz yani aşı at-tahiyyatu diyalog hemmisini şu adı vahiy qildi. Ma kezebel fuadu ma ra'a. Yani yürek yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek kalpleri, yürekleri ma ra'a. Kögen naslerini ma kezebel yalgan demedi. Yalgan demedi gap yani o yalgan emas. Yalgan etmedi. Yüreki yalgan etmedi kögen naslerge. Diyen gap yani rast köydü. Rastını köydü, yalganını köymedi. Kögen nasledin birini mu Peygamber aleyhisselam yalgan demedi. Kögen derslerin hemmini rast gördü ve ümmeti yetkizgendi mi? Rast yetkizdi. Sallallahu aleyhi ve selleme fil ahireti vel ula. Hem de dep bolgandaki musannif vel havdullezî ekremehullahu teâlâ bihi gıyasen li ümmeti hakkun. Yani hem de havd-ı kevser. Havd-ı kevser meselesi gelip Allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetiga gıyasen degan gap yardım berish ve onun ümmetini qutquzish uchun oxiratdagi qattiq balodan qutquzish uchun izzat ikrom qilib avatgan havd-ı kevser haqdir deydi. Endi bu yerdagi inchki masala nada? O'shadagi vel havd degan ko'l degan gap, ko'l. Ko'l degan dengizdan kichikroq. Dengizning kichik nusxasi. Yani bu ko'l degan ba'zida normalda 10 metrda 10 metrmi ko'l bo'ladi. Ba'zisi xil cho'ng'ilab ketadi, 500 metr, 1 kilometr atrofidan bo'ladi. Hammasi ko'l deb ataladi. Yani anda dengiz emas hamda. Dengizning kichikroq, odatdagi normal tuyulib qolgan suvdan ko'proq ko'l deb ataladi. Ammo oxiratdagi ko'l, payg'ambar bu ko'l odat bizning dunyoning dengizlaridan kengroqda bu. Dunyoning dengizlerden mi kenar bo'lgan biz ko'l deb atsak hamda kichik bir narsa o'xshaydi deb o'ylab qolsak bo'lmaydi. Endi bu havdniki Kevser deb nom bor. Havd Kevser. Nimishqi Kevser deb nom bor desa,
Çünkü bu göl bu dünyanın sularından köp. İntayın çoğun. Bu Havz-ı Kevser cennetten çıkıp durdu. Cennetten iki tane tanay. Yani nur dep koyumuz, nur su uyutulgan. Cennetin içinden iki tane çoğun nur bilen cennetin deryalarından mahşer meydanındaki Peygamber Aleyhisselam'daki maksud kılınan yerge tükülep durdu. Tükülep durduğun suyu heselden şirin, sütten ak, miski ember topuları miski ember. Tigedik toprakları miski emberden boğan. Bir kıtım içip sağan adam bir kıtım bunun men şeribe minha fela yazma'u ba'daha abada. Bir kim ki aşınondan bir yutum içip sağladı diyen bir katre. Ebed usta kalmaydıgan. Muşunda bir Havz-ı Kevser. Kıyamet günü şunçilik bir dehşetlik vakti buludu ki Allah Teala hem denizlerini ve idel biharu fuccirat deb Allah Teala cimi denizlerini bir denizga koşup etip hem denizler bir deniz kılınsa. Onun kendine ile şems kuvverat deb Allah Teala kuyaşını türteklep etip yani türtek fut kağızını türteklep etkendik. Türteklep hemmini kümüş türteklep etilse ve kuyaş neyzi buyu keltirilse. Allah Teala kuyaş ne? Xuddi bir neyzi buyu degan gap, bir ag'amchi buyu. Yaqin egap qo'ydi ekan. Shundan quyosh turtaklangandan keyin quyoshniki nuri qolmaydi ekan. Quyoshning nuri yo'q. Lekin ag'amchi buyu kelib yaqinlab ketgandan keyin bu issiq ajoyib yomon. U intayin bir tashnoliq, ufsuluq besib ketgan, insonni talab ketgan ulay desa ulam yo'q. Ulguli bo'lmaydigan. Ha. Çünkü Allah Teala kıyamet günü ülemli bir koşkanın sürtüde ekilip öldürüyor. Öldürüyor Allah Teala bügenden itibaren ülem yok. Ya ebedil ebedke rahat paragat ya ebedil ebedke azap. Dep Allah Subhanahu ve Teala ve Tekaddes ülemni öldürüyor. Ülem yok, ölgül olmaydı. Hakkı capağınan ba muşundaq bulap ketken vaxtının üzüde muşundaq bulap ketken vaxtının üzüde ne buldu eken Muşunda qiynalib ketgan vaqtning o'zida faqatlam shu Alloh taolaning arshisining soyasini ostida soyidaydigan 7 xil kishilar shu nimaniki Arsot maydonidagi tashnoligi, qiyin jafo mushaqqatlarni his qilmaydi ekan. Undan boshqa payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'sha Havzi Kavsarga suv ichkilib bilib shu Havzi Kavsardan ichganlar bu şu kıyametteki teşnalıktan kanmaydı iken. Şu ussuzluk kanmaydı iken. Ama şu Havz-ı Kevser'in içen mügelle ussuzlukta usap tillere işitinin tilidek uzurap hatta 70 gez uzurap ademler onu dessep aşunda kıynılıp u min kıtım ölgendim mi yaman azap. Şunda kıynılıp kesket ediken ki ulağı su verilmeydi iken. Bir kısım kişiler şu Havz-ı Kevser meydanına kilip Havz-ı Kevser işkili kelgende ular tusulup kaladı iken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi iken ya Rab hada ümmeti bu benim ümmetlerimden de mağlum benim ümmetlerimden de. Çünkü Peygamber sallallahu ümmetleri hemmesi kıyamet günü gurran muhaccelin halda haşr kılınır iken. Gurran muhaccelin degen yani taharet urulları yüze, kule, pütüdün ibaret taharet urulları hemmesi appak halda. Appak halda. Şunu taharet ağanda kançı kamil ağadem. Qancha vuşqun yusumu bunda paşqıgıcı yuğan, ceyneklerini var bunda qotqıgıcı yuğa adamlarınki bilekleri, yüzleriniki qancha şu kamil duyup tartaq adamның nuri kamil buludu iken. Nuri kamil buludu iken. Qancha chala çalpaq adamның ço davzaqning o'ti eşeğini tutuşudu iken. Andın. Şuning uchun tartaq qancha kamil alsa shuncha yaxshi. Hem de şu Gurre muhaccenatı keldi Peygamber şunda qaraplam, "Ulan mening ummetimden de" deb tunuydu iken. Tunusa şu çağda Peygamber zamanı nida qılındı ikenki, sizden keyin ularniki nimalarni paydo qilganligini, qandoq bid'atlarni paydo qilganligini, qandoq ozg'unliklarni, yomonliklarni paydo qilganligini bilmaysiz degandan keyin Peygamber anda olsa mendan keyin meningki yo'limni buzgan, mendan keyin yomon bid'atlarni paydo qilgan anda odamlarni mening ko'zim ko'rmasa o. Peygamber sallam shunda deydi ekan. Ular Havz-ı Kevser şarabını içishdan mahrum qoladi ekan.
Mana endi Peygamber sallam şu Havuz Kevser'ni sifatlab, Havuz Kevser'niki to'rt atrofi o'xshash bu ko'lniki. Nimasi? Atrofidagi kosalar yo'q. O'sha Havuz Kevser'ni atrofida qo'yib qo'yilgan kosalar, qachalar, idishlar, suv ichadigan osmonning yulduzlari o'xshaydi. Osmonning yulduzlaridek ko'p. Ya'ni haddi hisobi yo'q. Osmondagi yulduzning haddi hisobini sanab bo'lmaydi lekin xuddi shuningdek shundoq ko'p qachalar qolib qo'yilgan. Chunki u yerga Payg'ambar ummatlari hammasi kelib, Payg'ambar sunnatini tutgan, Payg'ambar sunnatini tark etmagan, Payg'ambar yo'lini tark etmagan sunnat ummatlari bir bilib shu Havuz Kevser'dan ishkili bor ekan. Shunga biz davomli duoyimizda Alloh taolaniki bizga Payg'ambar sallallohu Havuz Kevser'ni nasib qilishini tilashimiz kerak. Bu Havuz Kevser haqida Qur'oni Karimda kelgan oyat Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'taynakal kevser. Yani biz sizga haqiqatan Kevserni berdik dedi Allah Taala. Demek bu Kevserni mufassirlar necha ming xil tafsir qilgan. Yani ajoyib ko'p yaxshilikni berdik deb unda tafsir qilinma, Havuz Kevserni berdik deb tafsir qilinma. Ko'p yaxshilik berdik deb tafsir qilganlarmi? Ko'p yaxshilikning ichida biri o'sha Havuz Kevser. Anladın? Ben ko'p yaxshilik uni umumiy so'zlagan, lekin Havuz Kevserni berdik deganlarcha xususiy so'zlagan. Her ikisi to'g'ri. Endi shu g'iyasan li ummati degan gap, ya'ni g'iyas degan gap aslida qutqizish degan gap yani. Masalan hozir Falastin'deki musulmonlarga qutqizish moddalarini, qutqizish buyumlarini avatdik deydigan gapga g'iyas deyilmishadi. Ag'asahu deb. Ag'as degan gap ya'ni qopilik qilgan odamga yordam avatsa, shuni nima deydi? Ag'asahu deydi. Demak, shu mayadikmi g'iyas degan osh qiyomat kuni usulsizlik qopiligida, tashnalik balasida qolgan ummatliga Payg'ambar sallamniki yordam berishi, ularni qutqizish shu usulsizlik qopligidan qutqizib olish uchun Alloh taolo Payg'ambar sallam ikrom qilgan Havuz Kevseri haqdir. Bu %100 bunda hech qanday shak shubha yo'q deydi. Endi ve şefaatu allati iddaharaha lahum haqqun kema ruviya fil akhbar. Endi Payg'ambar sallallohu alayhi ve sellem ular uchun zapas saqlab qo'ygan shafaat haqdir. Kema ruviya fil akhbar. Akhbar xabarlarda rivoyat qilinganidek deydi. Endi Payg'ambar sallallohu alayhi ve sellem ularga zapas saqlab qo'ygan shafaat degan qanday gap? Bu Payg'ambar sallam hadisga kelganda Payg'ambar sallam degan hamma payg'ambarlarniki icabetlik bir duası vardı. Hamma payg'ambarlarning icabetlik bir duası vardı. O payg'ambarlar hammasi icabetlik duasini qilib bo'ldi. Hammasi bu dunyoda u icabetlik duasini qilib bo'ldi. Faqat menginam osh icabetlik. Payg'ambarlarning duasi icabet tabii. Hammasining duasi icabet. Lekin shu icabet bo'lishini payg'ambarlar ishonchi bilan icabet qil deb tilaydi u. Lekin uni %100 va'da berilmagan. Va'da berib, chuqur icabet qilaman deb va'dani qo'lga olgan duodan faqat har bir payg'ambarning bildim bor ekan. %100 tili chuqur o'ynab bo'ladigan. Ondan. Endi mushunda duo, men mushu duoyimni qiyomat kuni ummatimga shafaat qilish uchun qilib qo'ydam degan Payg'ambar alayhisalom. Qiyomat kuni mushunda mahshardagi mushunda qiyinchilikqa Odam alayhisalomning zamonidan tortib ta qiyomatgacha bo'lgan jimi insonlar chidayolmay, bardosh bilolmay Odam alayhisalomning qishig'i bor edi. Odam alayhisalomning qishig'i bo'lgandan keyin Odam alayhisalom yo'q, men bir xatolashib qolganman. Alloh taolo yemang deb to'sgan daraxtni yeb solganman. Menda shafaat qilish huquqi yo'q. Sizlar Nuh qishig'i biringlar deb avatidi. Nuh alayhisalom bu hammasi Nuh alayhisalomning qishig'i keladi. Nuh alayhisalomning qishig'i bo'lsa Nuh alayhisalom men bilmay tilab solgan, ya'ni men qavmimni duoibat qildim deydi bir rivoyatda, ya'ni qavmimni qolgan deydi. Yana bir rivoyatda ya'ni meniki to'pon balasi kelgan vaqtida qavmimga to'pon balasi kelgan vaqtida meniki o'g'lim, mening balam suvda g'arq bo'lib ketgan. Shu g'arq bo'lib ketgan vaqtida men Alloh taolodan ya Rab, sening ahlingni qo'g'dayma deganding, mening ahlimni halok bo'lib ketdi deb solganman. Andin. Shu vaqtda Alloh taolo nima deydi? Bu sening ahlingdir emas. U sening ahling emas u. Deb shunda degan shu vaqtda lekin men shu Alloh taoloniki andin nimasiga bir raddiya qaytgandek bir deb solganman deb shuning uchun men Alloh taologa bir narsa tilayolmayman deb İbrahim alayhisalomga yo'llaydi. İbrahim alayhisalom yo'llagandan keyin İbrahim alayhisalomni men ikki qatim yolg'on aytib solganman. Shuning uchun men Alloh taolo shafaat qilish huquqim yo'q
deydi. Emniyet İbrahim Aleyhisselam'daki aytgan yalgını hemiz hakikat üçün edi. Hakikat üçün. Hakikatini aşkarlaş üçün edi. Bırak İbrahim Aleyhisselam nimaga Musoni qishig'i biringlar. Musa Kelimullah'dir. Musa Aleyhisselam yana yollaydi. Musa Aleyhisselam yana borganda Musa Aleyhisselam ben bir odamni o'ltirib salganman. Meni shafaat qilish huquqim yo'q. Sizlar Eysa Ruhullahning qishig'i biringlar deydi. Eysa Aleyhisselamning qishig'i bo'lsa Eysa Aleyhisselam o'zini o'tkazib qolgan bir jinoyatni tilga olmaydi, ammo Eysa Aleyhisselam sizlar Muhammed ahir zaman, Nebi ahir zaman, ahir zaman peygamberi Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in qishig'i biringlar. Bu sizlar shu shafaat qildi deb shunda deydi. Shuning bilan hamma mahshar xalqi Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in qishig'i keladi. Qishig'i kelgandan keyin endi men jiklar deb qo'ydigan bir muhim mazmun. Mushu oraliqdagi har bir payg'ambarning yaniga borib, yeni bir payg'ambarning yaniga berib bo'g'chi bo'lgan oraliq nima deydi? Shurahlar deydi. 1000 yil deydi. Her bir peygamberden yeni bir peygamberini tep berip boğucu olan aylık 1000 yıl. Çünkü bu yerde bağlı bir 4-500 adam emez. Hazırki zamanda 8 milyar adam var diyeceğiz tahminen. Anda boğanda aş Adem Aleyhisselam'ı tartıp kıyamet kişi boğan Adem Aleyhisselam'ın avlatları hemmesi. Boğanda. Anda ne? Netçi 1000 milyar diyen gep hemdi. Hesabı yok adamlar. Şu hesabı yok adamların hemmesi toplaşıp batkan gep. Anladın. Ular bir Allah Teala bunda bir gazap kıldı. Hem de biz bu balakçı diyen bulduk. Biz ya cennet olap gelsek ya dozuk olap gelsek. Allah Teala bizi bir hesap alsa, sual sorar kısa. Onu oylaydı ki biz bunun müşahede bir etkilip gelsek bir az bir kanlılık çıkamız bir gidip oylaydı. Ama onun ki geç kapılan nispeten onun da mübetterlik. Ola bir oylaydı ki müşahede ki kapıktan bir kutulsak dep oylaydı. Aynı netçimin yılda muşu Ceyyalı bulap butu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qishig'i keldi. Peygamber sallam deydik. Ana laha. Shafaat qilishga men tayyor. Allah Teala shafaat qilish uchun meni tayinlagan. Deb Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah azze ve celle'ga secdega bosh qo'ydi. Secdega bosh qo'ygandan keyin Peygamber sallam deydi, Allah Teala bu dunyoda menga ilhom qilmagan duolarni ilhom qiladi. Men shu duolar bilan duo qilaman. Shu duolar bilan duo qilaman. Shuning bilan bir mezgil o'tgandan Allah Teala deydi ki ya Muhammed irfa' ra'sek veşfa' tushaffa' vesel tu'ta. Yani ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem beşini kütagin. Şafaat kıl. Şafaatin kubul kılınıdı. Dua kıl, duayın icabet kılınıdı. Ne meni tilsen tiliginin birliği dep Allah azze ve celle tarafından nida keledi. Şunu olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şafaat kılış arkalık bütün mahşer halkına hesap sual sorak başlanır. Demek sual sorakniki Peygamber sallam degan ki sizlar kelish jihatda bu dunyoga kelish jihatda eng oxirgi ummat, oxiratda jannatga kelish jihatda hesap sual sorak qilish jihatda eng avval ummat deb shunday degan. Eng avval shu ummat Muhammediyyadan sual sorak qilinadi. Shuning bilan boshlanadi. Endi bu birinchi shafaat. Olimlar, ulamolar bizga 5 xil shafaat borligini so'zlagan. 5 xil shafaat. Bu 5 xil shafaatniki ikkisi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga xos, qolganlari boshqa payg'ambarlarga, boshqa payg'ambarlarga, siddiqlarga, shahidlarga, solihlarga am. Birinchi shafaat uzma deb ataladi. Shafaat uzma degan mana bu shafaat. Mush mahshardagi hisob so'roq uchun qilingan birinchi shafaat. İkinci shafaat yani hesapsız cennet kirdiğen bendeler için. Hesapsız cennet kirdiğen bendeler için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şefaat. İkinci şefaat. Ma iki şefaat fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e xasdır. Endi kalan üç şefaat. Kalan üç şefaat olsa biri hem de terazi mizanda amelleri tartılıp yaxşı ameli az, yaman ameli köp qab dozaqqa qolgan bendelerge Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şefaat qilish orqali bular jannatga mangadi. Ma bir. İkinci şefaat olsa devzakka fusuat kelgin jannatga o'tish joyida devzakka tushib ketganlar. Devzakka tushib ketganlarni devzakdan chiqarib jannatga kirish uchun ishlatilgan şefaat. Mau 4-chi şefaat oldu. Ikisi olsa, ikki 4, 5-chi şefaat olsa jannatga kelib bo'lganlarniki jannatga darajalarini yuqori ko'tarish uchun qilingan şefaat. Jannatga hamma daraja yuqoridir, ammo
Yani başka üzden yukarı derecelerine nispeten tuan boğan derecelerini yukarı götürüşten kılıngan şefaat. Muşu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka şefaat birilgen. Bu 5 şefaatnin ikisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem has, kalan üçü hemme peygamberlerge sıddık, şuhada, salihlarga amdır. Mana muşu şefaatinin üzüge iman etişmeni ve vacip. Çokum iman etişimiz gerek. Şu makamen Mahmud degan qaysi maqam desa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kıyamet günündeki muşu şefaat makamı. Şu makamen Mahmuda. Şu Peygamber aleyhisselam her namazda azan bilen tekbirin arasında bizge muşu duanı kılışımızını Peygamber aleyhisselam buyurgan. Allahümme Rabbe hadihi da'veti tamme ve salatil qaime آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته degan bunu kinki alimlar verzukna şefaatahu yevmel kıyameti inneke la tuhliful mi'ad degan bunu qo'shib qo'ygan. Endi mushu duoni Peygamber aleyhisselam hamisha qilishni qilgan tavsiya qilgan. Nima uchun desa, mushu ummatlarga Peygamberning shu bir maqomini tilash va shu maqomni tilash orqali bir nima qilish, Peygamber aleyhisselamdagi bir oxiratdagi nimasini, darajasini bir eslab o'timiz. Alloh taolo Peygamber aleyhisselamni tilgach ve biz Peygamber Aleyhisselam'daki müjdat tilash arkalık şefaatiga inşallah müyesser buluşku faydası olmuş duanı tilash arkalık. Bu şefaat maksus Peygamber Aleyhisselam bizge zapat saklap koygan şefaat. Şunun için Allah Teala'dan devamlı ey Allah'ım Resulullah'ın şefaatiga müyesser kılsıla, Resulullah'ın şefaatiga müyesser kılsıla deb tilash kerak. Hem ahirgi mazmun qasi deganda bu şefaat meselesi de Kur'an-ı Kerim'de Kul lillahi şefaatu cemi'a. Yani şefaatinin hemmesi Allah'ındır degan bir ayetni delil keltirip, o şefaat deganda bende qanday qildi deb mundaq shubhalarni keltirish mumkin. Yaxshi o'qimaganlar. Kul lillahi şefaatu cemi'a deb ayetni keltirib. Anda keltirilse bu bildiğin cevap şefaat deganning avval ma'nosini bilish kerak. Şefaat degan nima degan gap desa, şefaat degan tilib olish degan gap, tilib olish. Masalan bir podshoh bo'lsa, bir vezir bo'lsa, bu vezir bir günahkar bo'lsa, aldı günahkar, mujrim. Şu günahkarının günahını padişahdan vezirinin tilib olishi, ey padişahim, bunu günahını o'tgan bo'lsa, buna mening yuz xotiramni qilib, bunu kechirib o'tgan bo'lsa deb so'rab olishi, tilib olishini deb ataladi, shafaat deb ataladi. Mana mushu shafaat andın mushu shafaat deb ataladi. Bu shafaatni Allah tilib olmaydi buni. Bu şefaatini Allah kılmaydı. Yani Allah Teala kimden tilib oladi bendeni? Belki Allah Teala'nın yakın bendileri Allah Teala'nın tilib oladi. Mana bilish kerak. Shuning uchun shafaatni Alloh qildi deb bunda deyishga bo'lmaydi. Lekin Qur'oni Karimda qanday chaqda shafaat Allah Teala'ga shafaat Allah Teala'ga nisbat berilib kelsa, buni ikki xil ma'noda tushunish kerak. Ya Allah Teala bunun shafaatini qabul qiladi. Ve şefaat şefa deganda yani şefaatini qabul qilish. Allah Teala onun şefaatini qabul qildi degan ma'noda tushuniladi. Yoki Allah Teala unga şefaat qilish huquqini berdi deb tushuniladi. Yani qul lillahi şefaatu cemi'a deb kelsa, yani şefaat qilish huquqini bilish faqat Allohning. Andın. Bunga bandalar o'zi xohlagan şefaat qilinmaydi. Shu ma'noni Qur'on Karimda men zellezi yashfa'u indahu illa bi izni degan oyat ta'kidlaydi. Yani Allah Teala'nın dergahida Allah'ın iznisiz şefaat qiladigan kim var? Hiç kim emas. Yani Allah izni berganda şefaat qila oladi. Allah izni berganda şefaat qila oladi. İzni bermaganda şefaat qilinmaydi. Yani Allah şefaat Allah'ın degan gap, yani şefaat qilish huquqini bilish Allohniki. Hech kim o'zi xohlagancha şefaat qilinmaydi. Allah Teala şefaat qilish huquqini berganda şefaat qila oladi. Mana shu Allah Teala şefaat qilish huquqini berdigan bandalardan biri Qasim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Belki şefaatning eng kattasini Allah Teala en katta şefaat qilish huquqini Peygamberimiz Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ga berdi. Allah Teala bizni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatiga müyesser kılsın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu teala ve sellem ala hayr halqi seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bi rahmetike ya erhamer rahimin.